Assalomu alaykum do'stlar, barchalaringga musofirda yurgan yana bir bor qadrli vatandoshlar. Bugun yakshanba, 21-dekabr. Hozir ertalabda turgandim. Bir opamiz bir video tashlabdi menga. Shu oilasi bag'rida Qobiljonning ayasi, xolalari, tengdoshlari o'tiribdi. Bir video tashlabdi. Sizlar ham ko'rgan bo'lsalaring kerak. Videoda bemalol Qobiljonni qahramon deb ayta olaman-da. Qarangda, bola gapirib beryapti. Shu yonida turgan bola, maktabda o'qigan tengdosh, qarindosh. Aytayaptiki, o'sha Qobiljon deydi, Ahranga shu achitqisni chachib betiga pichoqlaganda deydi, biz ko'rdik deydi. Keyin Qobiljon aytdiki, sizlar buni uyga kiringlar, buni xonaga kiringlar, sinfga opoy bolalarni olib bitta, chunki tengqurlari ko'p bo'lganda, o'sha tojik millatiga mansub bolalar ko'p bo'lgan. Sizlar bu xonaga kiringlar degan. Men qochaman degan. Xuddi shuni gapirib beryapti. Men qochaman, men chalg'itaman qochib degan. Orqaga tisarilgan. Endi bu 2 minut 3 minut vaqtida bo'layotgan ishda bu narsa. Keyin bolalarni olib qo'yib shunga xonaga olib kirgan, orqada qolganda, qochgan, afsus, avvalo ajali yetgan. Alloh shu yerda jonini olaman degan. Ilohim shahidlar qatorida bo'lsin, inshaalloh. Jannatlarga tushsin. 8 eshikdan kirishlik nasib qilsin jannatda. Qochgan, u bitta pichoq sanchigan, Ahranga orqadan yugurganda yetib olgan, afsuski, shu yerda umriga zomin bo'lgan. Bu vahshiy itdan tarqagan maraz. O'shanda shu yonidagi xolalar aytayaptiki, bu Qobiljon geroy ketdi. Bu Qobiljon qahramon ko'rsatdi. Agar deyapti, qarang, Qobiljonni quvdi, eshikni bekitdi, qulfladi. Agar deyapti, uspet qilaman deb kiraman deganda, bemalol ushlab Qobiljon deb o'ylab sinfga kirib qolgan bolalarni ham nimaga u pichoq tiqqanda o'sha nimaga Ahranga o'sha azatga tushib bo'ldi-da, bu qonni ko'rdi, o'zi niyat qilgan azatga tushib bo'ldi. Bu hammani o'ldirardi deb o'sha yonidagi xolalar aytayapti. Bu gap to'g'rimi? Nimagaki bitta azatga tushib olgandan keyin bu opoyni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Xudo saqlasin, qolganlar ham nobud bo'lardi. U Qobiljon xudo xolasa shahid ketdi, shahidlar qatorida ketdi. Inshaalloh o'sha gapim jannatga kirib, shu shahidga 70 kishi, 70 ta qarindoshini jannatga chaqirish, o'zini yoniga chaqirib olish huquqiga ega bo'ladi. Inshaalloh shuna bo'lsin. Keyin endi shu 3 kun 4 kun bo'lgan bo'lsa, 3 kun 4 kundan beri qo'l ishga ham bormayapti-da. Qo'l ishga ham bormayapti. Ko'pchilik mana bizning kanalimizda obunachilarimiz bor. Videolar qo'yib turardim bozorda. Xudo xolasa bozorga ham borib olib yurishga kayfiyat bo'lmayapti. Xudo xolasa bugun yakshanba. Agar o'zimga kelib borsam, video qilib, xudo xolasa chiqaraman bugun kechga. Bugun ertalabda shu videoni ko'rib bir Qobiljon haqida, endi ko'p o'ylasak ham, butun umr o'ylasak ham esdan chiqmaydi-yu, shu ishni qilganini haqiqiy qahramonda, haqiqiy qahramon. Ancha kishini